بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من أنزلت القرآن نورا وهداية، اجعل هذه الحلقة عامرة بذكرك، وهؤلاء الأطفال من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم افتح على قلوبهم فهم كتابك، وارزقهم لذة تلاوته وحلاوة حفظه، واجعل القرآن ربيع قلوبهم ونور صدورهم وجلاء أحزانهم. اللهم بارك في أعمارهم، واحفظ ألسنتهم بذكرك، وثبت أقدامهم على طريق الحق، واجعلهم قرآنا يمشي على الأرض. اللهم اجعل ما يتعلمونه اليوم شفاعة لهم يوم القيامة، ورفعة لوالديهم، ونورا لمعلميهم، واكتب لهم بكل حرف حسنة، وبكل آية درجة. اللهم اجعلهم من أهل الجنة الذين يقال لهم اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. Ey Allah, Qur'onni nur va hidoyat qilib nozil qilgan Parvardigorimiz, bu so'rinni zikrang bilan avod qilgin. Bu bolalarni o'zingning xos bandalaridan bo'lgan Qur'on ahlidan qilgin. Ey Allah, ularning qalbini kitobingni tushunishga ochqin. Ularga Qur'on tilovatining lazzatini, yodlashning huzurini his qildirgin. Qur'onni ularning qalbining bahori, qalbining nuri va g'am qayg'ularining shifosi qilgin. Ey Allah, ularning umriga barakat bergin. Tillarini zikrang bilan saqlagin. Qadamlarini haq yo'lda mustahkam qilgin. Va ularni yer yuzida mengayotgan Qur'on, ya'ni Qur'on axloqi bilan sifatlanganlardan qilgin. Ey Allah, ularning bugun o'rganganlarini qiyomat kuni o'zlariga shafoatchi, ota-onalarga izzat, sharaf, ustozlarga nur qilib bergin. Har bir harf uchun savob, har bir oyat uchun yuqori martaba bilan yozgin. Ularni jannatda o'qigin, yuqori o'rligin. Dunyoda qandoq tartil bilan o'qigan bo'lsang, shundoq o'qigin deb nido qilinadigan jannat ahlilaridan qilgin.